yarim kechasi kiyinib olib qayerga ketibsiz? Oyijon, siz hali uxlamaganmidingiz? Yo'q, men hali uxlamaganman. Oyijon, haligi anu bor-ku, anaqa bor-ku, kelib qoldingizmi, ha? Bizani brokko yegimiz kelyapti. Oxirgisini yeyolman deb gap qoladi. Menimcha uxlashgan. Men tayyorman. Kechasi shirinligingiz kelib qoldimi? Qattan bildingiz? Sizni eringiz, между прочим, mani o'g'lim bo'ladi. Ha, mayli. Bora qoling. Rostdanmi? Rostdan? Men hozir ketaveraymi? Ketavering. Xo'p bo'ladi. Rahmat oyijon. Yaxshi borib keling. Men o'g'limga ikki qilib aytdim-da, erimga adasi shirinlik yegimiz kelyapti desam, qattan olaman senga hozir yarim kechasi shirinlikni do'konli beku, ertalab yeysan, yot, uxla deb urdilar. Shoshmaytirsin. Hozir alamim olaman. Adasi. Uxlayapsizmi? Nima qilaman, qiladigan ish bo'lmagandan keyin. Adasi, bizani shirinlik yegimiz kelyapti. Nima? Adasi, bizani shirinlik yegimiz kelyapti. Onasi shu yoshda kelin olganda. Nima qildi? Sizdan 10 yosh kichkinaman, между прочим. Qonim aylanadi. Onasi, yo'q aka.